Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Onlayn ajrashtirish byurosiga xush kelibsiz. Kasbingiz taksi, tushunarli, haydovchisiz. Nima bilan ajrashmoqchisiz? Parosat bilan, tushunarli. Farosatingiz bilan rasman ajrashsangiz ancha o'zingizni qulay his qilasiz va sizga bemalol bo'lgan holatda xohlagan yo'lingizni kesib o'ta olasiz, albatta. Tabriklaman. Yana bir narsani eslatib o'tmoqchi edim, hurmatli mijoz. Bizda bir ilovasi orqali o'zingizni eski buyumlaringizni yoki da keraksiz bo'lgan buyumlaringizni sotishingiz yoki aksincha o'zingizga kerakli bo'lgan buyumlarni u yerdan topib sotib olishingiz mumkin. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, eshitaman. Kasbingiz shifokor. Nima bilan ajrashmoqchisiz? Vijdon bilan. Nimaga aynan vijdon bilan ajrashmoqchisiz? Pul olayotganda xijolat bo'lyapsiz. Bo'ldi, hozir bu uncha ko'p vaqt olmaydi, sababi vijdonni o'zi ishlatmayotgan ekansiz. 20% qolgan ekan. Hozir sizni rasman vijdon bilan xayrlashtiraman. Bo'ldi. Rasman ajrashdingiz hisob. Faqat bir narsani eslatib o'tishim kerak. Bizda bir ilovasi orqali siz o'z eski buyumlaringizni yoki ishlatmayotgan buyumlaringizni joylab sotishingiz yoki aksincha u yerdan o'zingizga kerakli bo'lgan buyumlarni sotib olishingiz mumkin. Sog' bo'ling, hurmatli mijoz. Eshitaman, hurmatli mijoz. Kasbingiz bankir. Nima bilan ajrashmoqchisiz? Baland ovoz, Sizda kombo demak, tushunarli. 20 daqiqa vaqtingizni oladi va siz bemalol mijozlarga turqi sovuqlik bilan hamda past ovozda atay eshittirmasdan gapira olishingiz mumkin. Albatta, o'zingizga ehtiyot qiling. Bugun ancha odam ajrashdi. Bir pasda bo'lmasam bo'lmaydi.